Shu tuz ekan. Omadinglar bersin, yutuqlar bardavom bo'lsin deb qolamiz akalar. Hammalarga bersin, hamma qatori bizga bersin akalar. Hammaga omad akalar. Qani ketdik. Kartamizni tagi boy akalar 9 g'ishtin. Spiskamizda birinchi raqamda Mashrab YK, ikkinchi raqamda Muhriddin NA, uchinchi raqamda Osmonjon S, Osimjon S, to'rtinchi raqamda Do'stmurod D, beshinchi raqamda B Mashrab YK, oltinchi raqamda Lazizbek M, yettinchi raqamda Ixtiyorjon B, sakkizinchi raqamda To'raxon HH. Hammaga birdek omad bo'ldim men. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta kartamiz o'yindan tashqarida. Birinchi raqamda Mashrab Y. Mashrabjon aka. Teparoq qilib ochasiz. 13 ta. 13 ta. Ikkinchi raqamda Muhriddin aka N. 16 ta. Uchinchi raqamda Osmonjon aka S. 10 ta. To'rtinchi raqamda Mashrab jon aka 16 ta. Ketmasa aytasan. Beshinchi raqamda Bek aka Y K. 18 qo'shmoqda. 14 ta. Oltinchi raqamda Lazizbek aka M. Voy tuzlar. Buni oxirida ochaman shekilli. Yettinchi raqamda Ixtiyorjon aka B. Bosing Joker og'a, cho'chimang dedi. 15 ta ekan. 8-chi raqamda esa To'raxon aka HH. 10 ta. Xo'sh. Voy, bitta ham tuz yo'q-ku. O'sha o'zi shu turishda shu spiskamni yutib turibdi ekan. Shu tuz ekan. Qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Kimga chiqdi? Kimga chiqdi? 6-raqamda Lazizbek MH akamizga. Lazizbek aka 3 tuzlar muborak bo'lsin aka mana. Mana 3 tuzlar aka. Mana, cho'chimaydi, cho'chmadi akalar. Mana 3 tuz. Shu yerga bitta yana hit bo'ldi aka mana. Omadingizni bersin Lazizbek MH aka. Lazizbek aka. Qarasiz Lazizbek aka, salomat. Deydilar aka, salomat. Sog'misham, omonmisham. Bormisham. Qani kim bor? Bir turishingiz. Aşağıya düştü aka. Bitta turib aka bitta sigara chekishim 100 mingga tushdi. Men xatoga bonus yozaman dedim. Bormaydi aka. Olib ketgan ekansiz. 6 bo'sh edi, yozib ketdim aka. Aleksey brat, voy. Endi siz yozingchi aka. Endi yozing qani? Qani aka? Men beraman dedim. Aka ko'rdingizmi, har bir xatoli yaxshilikka deydi aka. Har bir bo'lgan xatoli yaxshilikka bo'ladi aka. Ko'rdingizmi aka? Bitta xato bo'lib qolib ketdingiz aka. Ko'rdingizmi yaxshilikka bo'lgan joyini aka? Keyingi safarda mana 0044 tashagan pul akamiz qolib ketuvdi aka. Men qani deb tepada yozib ketuvdi. Aka mana ko'rdingizmi? Shu yerga tushishingiz kerak edi ekan. Shu yerga tushibsiz aka. Omadingizni bersin. Osh. Ana. Mana aka 3 tuzlar bilan. Lazizbek aka gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aka ko'ngilda bo'lsa bormi? Bor. 10 ming choy bilan. Gap so'z yo'q aka. 10 ming choy ekan. Ixtiyor Lazizbek aka mana aka. Men 100 ming yozaman. Aka 100 ming rubl aka. Muborak bo'lsin. Omadingizni bersin. Yutoring deb qolamiz. Qani darsda davom etamiz. Akalar hammaga shunaqa tuzlar nasib qilsin akalar.